Hozir men sizlarga Minecraftni qo'shib o'ynashni o'rgataman. Birinchi bo'lib bitta Wi-Fi'dan yoki bitta tochkadan ulanib o'ynash kerak. Tochkaga ulangan telefon dunyo yaratadi. Birinchi o'rinda dunyo yaratadi. Yaratguncha u ikkinchi telefon kutib turadi. Xo'sh, multiplayerga kirib, bu yerda Friends of Friends bor, uni yoqadi, keyin operator bor, uni yoqadi. Ular odamlarning qo'shish ma'nosini bildiradi. Va ularni kelgandan keyin dunyo yaratiladi. Keyin tochka yoqqan inson ham unga kiradi. Unda Friendings degan yozuv chiqadi, uchtalikdan o'rtasidagi. Keyin unga bossa, u bitta chiqib turadi. Keyin shunga bossa, bu yerdagi